Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Bashudra tikuvchi mashina narxi bilan tanishtiramiz. Bahorgi yangi aksiyalarimizni boshlaganmiz. Hozirda sizlarni yangi va rabochiy mashinalarimizni narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Bugungi videomizni Jak mashinamizdan boshlaymiz. Do'konimizga yangi sortimentda tikuvchi mashinalarimiz kelgan. Hozir har bittasini bitta holatini, qanaqasini, kafolatlarini hamma narxlar bilan Xo'p, men bu yerda ovozda dollar narxini aytib ketaman. Pastda esa so'm bilan yotib ketadi. Dollardan so'mda ham bir xil ravishda bo'ladi. Xo'p, Jak Yeto modelimiz Averlo ideal holatda, zo'r holatda kafolatlarni beramiz. 1 yildan 3 yilgacha, 2 yilgacha beramiz. Bunga kafolatni narxi $300 narxlab beramiz. Bu yerda ham Jak Yeto'miz o'rtacha holatda buni shu bu yerda bitta chizig'i bor. Bu yerda buni oq kraska bilan to'ldirib beramiz. Buni narxini $280 qilib beramiz. Shu ustolida chizig'i bor uchun. Galopkasi lekin ishlashi ham yo'q, bir xil kafolatlar beramiz. Xo'p, bu Jak FPS'imiz sotildi. Buni narxi $250 edi, sotilib ketib qoldi. Xo'p, Bayo avtomat avialarimiz narxi $350. Mati to'rtchakimiz yaxshi holatda, o'rtacha masalan ko'rishingiz mumkin. Narxi $170. Hoseki rasposhvolkamiz narxi $70. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana Mati avialarimiz bor, $140 beramiz Nike motor. Baoyo brendidan ostida to'g'richakimiz yog'lari quyilmagan bir yangi korobka. Narxini $220 beramiz. Zo'r holatda, просто terib qo'yilgan. 3 yil kafolati bor. Jak brendi asosidagi 738 modellar Averlo. Bu Averlolarimiz kuchli chiqqan. Rabochiy bo'lsa ham, lekin hozir yangi chiqqan Averlolar anchagina yaxshi cho'klarni ko'rishingiz mumkin. Buni narxi esa $230 narxi beramiz. Bundan 2 dona mana shu Rus Averlo'miz bor. Mana holatni ko'rishinglar. Ideal holatda narxini $230 qilib beramiz. Xo'p, Dison Averlo'miz yangi korobka. To'g'ri terib qo'yilgan. Uylarga borsang ham o'sha qilib terasiz. Buni narxini $240 qilib beramiz. Holatini ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda terib qo'yilgan. Hali chiqib teriladigan o'zimiz terib to'g'ri qilib. Dison brendini bilasizlar, yaxshi brend. Bunga ham 3 yil kafolatini beramiz. Narxi $240. Xo'p, ichkaridan yangi mashinamiz kelgan. Sunsir R5da Plus modelimiz. Avtomat avelo, hamma qaychisi, hamma joyda ishlayapti. Choklarini ko'rishingiz mumkin, ideal holatda. Xo'p, pastda holatlarni ko'rishingiz mumkin. Buni narxini $370 qilib beramiz. Jak avtomat averlolarimiz arzonchiroq avtomat so'raganlar uchun o'ta zo'r variant. Bular o'zi yumshoqroq chiqqan dedi. Xo'p, buni narxini $300 qilib beramiz. Hamma joyda kafolatlarni beramiz 1 yilgacha. Jak Yeto'miz bu ham ideal holatda. Stollardan hech qanaqa qirilgan joyi yo'q. Buni narxini $300 qilib beramiz. Jak Ato'miz zo'r holatda. Jak Ato so'raganlar uchun bu ham yaxshi variant. Hamma joy ishlayapti. Lapki ko'tarilishi, test qilishi, zakripkalar hamma narsasi joyida. Buni narxini $300 qilib beramiz. Baoyu deyarli yangi holatda bo'lgan rasposhvolka BK mashinamiz. Buni narxini $280 qilib beramiz. Orqasida Giani xuddi shunaqa variantda. U bundan ham holati yaxshiroq. Uni narxini esa $260 qilib beramiz. Hop, Jak 804 model avialarimiz. Buni narxini $200 qilib beramiz. Jak yangi korobka Averlo. Dizayn ko'rishingiz mumkin, pastda temirlarni ko'rishingiz mumkin, stollarni ko'rishingiz mumkin. Bunga 3 yil kafolat beramiz. Narxi $250, arzonchiroq Averlo.